3 haftadan beri video chiqmay qoldi chunki mayda ishlar plus ishlar bilan video chiqarishga vaqt bo'lmadi. Hozir bugungi videomizda men bitta bu qishloqda kelyapman o'zim qishlog'imdan. Chunki bu qishlog'im qirolim bilan suhbatimiz bor edi. Ya'ni bu qishloqni men ham qirol bo'lsam bo'ladi. Xullas gaplashib video davomida ko'ra olasizlar. Bu qishloqda ya'ni rozi bo'lib kelishsak, shu qishloqda o'zim qaxtimi uyim qurolmanda. Mana video boshlandi. Like bosib qo'ylasizlar bilan men. Aytgancha mana qilishda sehrlarni ko'ringlar va uronini ko'ringlar 12. Shu oltin qilishda 4 uron bo'ladi, lekin bitta sehrlarni omatib ko'rib 10 uron bo'lib qoldi. Bu albatta qarshi darajalilar. Bu medin sehri jon turmaslik. Keyin bu zarbalarni bo'yni bittada o'ldirsanglar bo'ladi. Galenda esa 6 zarba. Tasavvur qiling. Biz video boshlandi, like bosib qo'yinglar. Mana katta videoga. Qishloqqa kirib kelamiz. Kim bu? Assalomu alaykum. Siz kimsiz? Men bu qishloqning yangi qirollar qayerda? Qirolimiz quduqdan keyingi uyda yashaydi. Ular ishim bor edi, bo'pti. Bo'pti. Quduqdan keyingi uydimi? Mana bu uy bo'lsa kerak. Qani. Jidel. İşim var benim. Bo'pti, hozir gaplashamiz. Kimingizga ko'rib. Mayli. Mana shu uy bo'lsa kerak. Ana Jidel aytgandek taq kirishish mumkin. Akacha, bu qishloqni qirolsizmi? Brat. Men tanidingizmi? Men boshqa qiroldanman. Boshqa qirolman. Biroz bu yerda Jidellaringiz nimaga beyoda bo'lib ketadi? Kattalar hurmat qilmaydi. O'zing hurmat qilmayapsan shekilli. Jidelar Shang'illab kelayotgan senmi? Men edim, nima edi? Qarchi biz bobomiz hazillarni yo'qoting. Qarchi bobolar hazillashib mumkin nima edi? Qarchi o'g'illaringiz bormi? 30 ta. Turib qo'ying o'g'illaringiz, qarchi qarang. Mana bu yerda men sizni oldingizga nimaga kelganimni bildingizmi, bilmadingizmi qarchi? Yo'q. Rozi bo'lsangiz, men bu yerda ikkinchi qirol bo'lmoqchiman. Boshim og'riyapti. Qirol bo'lmaysan. Siz qirollikka yaramaysiz. Qani sohalingiz o'tib ketgan. Siz butun qaragan qanday qirol bo'lib yuribsiz. Yoz kiyim yechib ko'rsan, ko'rdingiz, men qirol desa bo'ladi. Men hali sizdan ancha yoshman. Mojida nima taqillatmasdan kiryapti? Sen bo'lmaysan. Bu sizlar o'g'lingizmi? Men o'g'linglar sizga o'xshamagan Jidel bashara bo'lib tug'ildi. Mana buni sizga endi. Chumo. Kech bo'ldi. Menga yotoqxona bormi? Yo'q. Nima yo'q? Borgan joyingda bor. Xullas maki. Hozir men jiddiy qishloqni aylanib ertalab ko'rishamiz, bo'pti. Onasilar bu qirolni qaranglar. Qirol juda yo'qmayapti menga. Basharasmi qayta yo'qmayapti. Voy, qishloqlar. Siz kimsiz? Basharangizga turib. La'natlar. Aja qirol. Bitta ikkita bombashda kimni o'ldirib ketibdi. Bo'pti. Ikkita bombashda kimni o'ldirib qo'yibdi. Qirol, gapni eshiting. Yo'qlar. Ana basharani yo'qoting. Qarchi, jo'laymiz deb 6 zarba deytaram, ishonasizmi? Creeper kelyapti, portlashni o'ldirib tashlayman. What the fuck? Qoch. Qani? Creeper. Basharo, bo'lmaydi. 2 kilometr nariyoqda uchirardim. Qarchi, mana axlatlaringiz. Tfu. Bobo. Aytgancha. Bratishka. Nima qilyapsiz? Qishloq. Sen bobomisan o'zi? Bobo bo'lsang,
Sen qarimasan ekan, soqol o'stirib, soqol soltgan demak. Yarachi nima bo'ldi? Yo, qarilikni Creeperga balo bormadi. Qarilarni hurmat qilmaydi ba'zilar. Yarachi men bugun shu uyda tunab qolaman, bo'pti. Boring. Bor yo'q, o'zim og'zimga gap. Yarachi, bor yo'q aling. Men mendan chinasan. Senga javob beramanmi? Berasa? Bo'pti. Cho'chaga ham yotib olaveraman, bo'pti. Bor ko'chada yotib qol. Onasida bu boydan hali bor ekan, tortib olamiz. Skelet yo'q, asabi buzilyapti hozir. Bo'lim, muvakkalarim men muvakkalarim. Onasida turib qolamiz endi. Shita turib qolamiz endi. Voy, berim qatib ketdi bu qurolni. Oldiga bormasa. Mo'rimchaga bo'pmanmi? Bor. Yak. Qonim och ketdi. Bo'tda tunab qolib. Qorin vafshi och. Ajoydan bitta kartoshkami, sabzimi olib turaylik. Qattiqlik qilyapti menga ham bayda. Yevoramiz. Mencha qattiq. Ey, cho'g'cha. Sen kimsan, jo'q? Nima, kattalarni hurmat qilmaysanmi? Yo'q, basharingga yo'g'im. Mayli. Ey, qirol. Ha? Qishloqda yana bitta shiydan o'lib qopti. Senga bitta maslahat. Naki. Ha. O'ylab ko'rdim. Sen qirol bo'lasan. Ikkinchi qirol bo'laman. Siz deb qishlog'imni tashlab keldim. Qishlog'imni o'zim o'g'limni qirol qilaman. Siz qarib o'lib, kimni qasq o'g'lingizni qirol qilmoqsiz? O'rtanchami, kattami, kichkina o'g'lingizni qirol qilasiz. Sen. Men qariman hali. Men lekin men sizdan ancha yoshman. Men sizdan yoshman ancha. Sen taxtda o'tiribdi. Yana chiqaring. Qishlog'ingizda qanaqadir shiydalar o'lib qolyapti ekan. Qoching. Qarang, qishlog'ingizda qanaqadir shiydalar o'lib qolyapti ekan. Buni o'g'rini topish kerak. O'g'rini. Galimlar o'g'rini ko'zi ko'ranga yarimlar. Ko'rmayotgan shu o'g'rini. Sen bag'irib kelayotgan senmi? Talabdi. Ha, men edim. Men qati joyda uxlab bellarim qotib ketdi sizda. Qarang, kim aytdi ko'chada uxladi, ba? O'chir ovozingni, men ketdim. Jalachi qarang, bu boyliklarni men Umar ketaman. Nima deysiz? Yo'qda yes. Nima qilding? Hozir sen meni nima qilding? Qaysi jo'rga yubording meni? Qaysi jo'rdan zo'rg'a kelib oldim bitta. Kimning cho'ntagidan narsa tushib qopti? Yo, men qilichim tushib ketdi. Bo'ldi, ishtimi tushmabdi. Qilichim. Meni bitta qilichim bor. Ko'rmadingizmi siz buni? Bitta qilichim bor. Qarajan nima oldi? Yo, bu meniki. Qo'ya, nima? Bu meniki ya. Senga ish bor. Mana daraja. Sizga sovuqqa bo'yashdi. Men daraja sizga padarka. Yomg'ir yog'vordi. Yomg'irda bizga nima bor ko'chada? Qarilayapti. Fon ishlabchi. Kalli joydami? Ana bolalarga ayting, qari odam ishlaydimi ko'chada? So'qat ketdimi o'zi? Uy beraman. Firmam ishlatib bersin. Uyingizga tufur qo'ydim. Yarachi men bitta o'zim uyimni quraman, siz rozi bo'ldingiz, ketdim o'zim uyimni qurgani. Ey, gap dechid. Bitta men yangi yo bilay. Ganim, uni bir zarvada yoymaysanmi? Patchoq ekan. Meni uryapsan. Men uryam yo'q. Ana jidal urdi. Yo'q, ana pushti jidal urdi, Bu yarimta jon, pushti jidal urdi. Pushti. Pushti jidal urdi. Lekin mushum qarolmaly. So'rang o'zidan. Tez yo'l qani? Yo'q, men pushti jidal galimizga o'ldirib qo'ydi.
İşte cidden gelimiz. Yapmadım. What the fuck? Yana qaysi yo'lga yubordi? Yana qaysi yo'lga yubordingiz meni? Ey, qarang, yo'limizni hech qachon unutmaymiz. Mana yo'limizdan qo'ygan narsalar. Quvoch. O'zingni qo'yag'i. Yo'qolish. Nima to'plam olishning? What the fuck? Onachilab yetdim. Olishim kerak edi. Nima senlar kirishaverasan ana? Yom. Bilay. Yeysizmi? Bilay. Qirol og'zini ko'rmadim. Nima jitel. Yaxshi, men jidelan o'ldirasiz. Axir ular bo'lmachi. Yo'qmi? 2 kilometr uchib bordim, boy. Mana boy. Yo'q, qirolingga ham turmini siz million kilometr uzoqlarga uchiraman. Bu yoqqa keling, meni oborsiz endi siz ham meni yo'qotalaman, ishonasizmi? To'xtab tur. Hozir bitta zarba bilan yo'qotib yuboraman. 1, 2. Bu qishloqdan yo'qolib ket. Surbe bu qishloqdan. Endi bu qishloq meniki. Onasi sayda bordi. Garo'chi onacha mana men keldim. Bu video yo'qolib qolsa like bosib, obuna bo'lib mana iflos go'sht nima qilyapti inventarimda hech kim bilmaydi. Odamni go'shtimi zo'min go'shti. Lekin zo'minlar oldin odam bo'lgan. Demak bu odamni go'shtimi? Kamdan yozib qo'yinglar. Bu zo'min go'shtmi, odam go'shtmi? Lekin zo'minlar ham oldin odam bo'lgan, keyin zo'min yana qo'y. Bu nimani go'shti bu? Odammi, zo'minmi? Kommentga yozib qoldiringlar. Ya, kimdir kelyapti. Ey, to'xta, ishini qulplab qo'yaman. Kimsan? Gapir. O'tiring, bra. Ishini ochaman. Ochdim. Ochdim. Ey, kimsan? O'tiring. Aliya, sen bilan haydab oling. Kelib chiqaring. Siz kattasiz, yoshingiz hurmati bor, shuning uchun men hozir qilishim jon to'ldirib olay. Beruvchi. Yey, bu qishloqdan uy qurishga ruxsat beraman, bu meni uyim. Qishloqdan haydab olyapman, qaytib ketdim. Yoshingiz hurmat bor uchun qishloqqa kirgizdim. Hozir galimlar menga ishlaydi endi. Hozir yarimga aytaman, tarbiya turba qiladi. Ishlay shu anjarodda. Anjarodim to'g'rilab bersa, sizga uy qurish uchun materiallar beraman. Rozimisan? Ekib to'g'irlab, ani loy bo'lgan joylardan to'g'irlab, Qatdan to'g'irlayman qo'lda. Hozir 2 minut. Mana bu burchakda mening narsalarim bor edi. Endi shu burchakda narsalarim bor. Yo'q, mana bu burchakda sen uymas, burchakda qanday narsalar bor sizga? Bu boyni haydab yuborgandan so'ng metkili kamera yoqdim-ku. Bizga narsalarni qo'yib ko'chada ishlarni qarab kelib qilgan edi. Masalan, shuncha qo'ygan edim. Ey, men o'sha mashina bilan to'g'rila. Men tashab qo'ydim. Ol. Voy, sen yoshini hurmat bor, oling deyman. Sen siramma yoshini hurmat olib. To'g'rila endi. Kalbga to'g'ridan ishladi bu. Men sizdan yoshman. Meni ishlatmasa siz ishlataman. Ko'rdingiz. Bu qishloq endi meni kelay uchun mana qurishga o'zingiz uy qurib siz o'zingiz uy qurasiz. Yarochi. Meni ham to'g'rila. Keyin qiyin narsani menga ber. Ancha to'g'rilagan uchun blok berdim. Yek betga nima yekding? Sabzi yekding, mana ham sabzimi? Ha, yaxshi. To'g'rilab chiq. Uni Gali bilan gaplashib olish kerak. Hey, Gali, menga qara. Ey, Gali, qulog'ing kalmi? Menga qara. Nima? Gali, endi sen menda ishlaysan. Hoppa, shu chititut. Nima? Hozir nima? Urma, ey, yo'q. Ana o'zayni ham men ishlatib ko'ryapsanmi? Bo'yni qishloqmi? Oka, rahmat, bo'pti, sizdan qo'rqdim. Ko'rding, galimlarni o'zimga qo'rdim. Ko'rding.
Yo'q, narsa menga tasha. Sabzi ekin narsa tasha. Yo'q, chiqmam. Yaxshiroq. Qo'lingni endi ko'rdim hozir qishloqdan haydab yuboraman galimlarga aytib. Tasha. Okey, bor o'zingga yuqur. Suvda qilamanmi? Qilmaysan, shu meni uyimda o'tirib turasan, yur. Yur. Qayerga quray? Sovuqda qurmayman deding-ku, uyimga kelib o'tir. Yema, etga qurmang. Hech kim basharam oldida qurib bo'qmi? Sen ko'rsan, ko'rayman, basharam oldida qurma, yoshing hurmat borligi uchun sen nari dunyoda yuborib qo'ymayapman. Mayli, qursang quraver. Yaratgan onasi barchaga xayr, sizlar bilan men o'sha endi Dark Valon bo'ldi. Qanaqa endi? Dark Valon bo'ldi va ana bu Dudur qurol bo'ldi. Haylashib qo'y, men kameram bor edi. Hammaga xayr. Kelishamaga xayr. Olim pas eshitilarkan bo'lsa, uzr so'rayman. Ana unda mikrofonim yo'q hozir. Unda hozir mikrofonim. Bo'pti, hammaga xayr.